Robiya opa, sizningcha baxtli oilaning siri nimada? Ayol kishining sabrida bo'ladi. Oilada muhabbat muhimmi yoki hurmat? Birinchi muhabbat Xudoga bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar Xudoga muhabbatingiz bo'lsa-chi, eringiz ham yaxshi ko'radi. Emotsionalni yaratilgandek o'zi ayolning fitratida bu bor-ku. Lekin ayrim erkaklarimiz buni tushuna olmayapti. Internet sohasida ko'p aldamchi videolar ularni ham aldab qo'yapti-da. Psixologlar, ayrim blogerlar ba'zi bir oilalar buzilishiga sababchi deb o'ylaysizmi? Sababchi deb o'ylayman. Turmush o'rtog'i aytadiki, "Xo'p, roziman, qachonki onang uyni mani nomimga o'tkazib bersa." Undan ko'ra javobingni berib yubora qoling deb yaxshi yengil hayot xohlashyapti-da, lekin bolalar hayotini o'ylashayotgani yo'q. Assalomu alaykum. Bu Atirgul TV YouTube kanali. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib qo'yasiz. Atirgul ijodkorlari yana bir loyihaga qo'l urdi. Foydali suhbat. Bugungi suhbatdoshimiz Grant ta'lim maskani muallimasi, Yangi asr universiteti 4-bosqich talabasi Robiya Munavvar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Ko'rganimizdan xursandmiz. Robiya opa, sizningcha baxtli oilaning siri nimada? Baxtli oilaning sirimi? Bu sir, ya'ni ayol kishining sabrida bo'ladi. Ayol kishining sabrida bo'ladi. Agar ayol kishi baxtli yashayman desa, erkak bilan hamsuhbat bo'ladi. Uni boriga ko'nadi. Masalan, avvalambor ayol ilm olish kerak deb o'ylayman. Ana shunda sirli bo'ladi. Faqat ayolga bog'liqmi? Erkak kishiga ham bog'liq. Avvalambor oilada ayollar o'qitishini, qizlarni o'qitishligini tarafdoriman. Ilmli qilish tarafdoriman. Ilmi yo'q odamda sabr yo'q. Ha, albatta, ilmi yo'q odamda sabr ham bo'lmaydi. O'shaning uchun hozirgi paytda ko'p ko'ryapmiz, qizlarni o'qitishmayapti. Yo'q, baribir kam turmush o'rtog'i ertaga nima qiladi? O'qitmaydi. Oilada o'tkazib qo'yadi. Farzandlari bilan o'tirsin uyda deydi deb otalar o'qitmayapti. Lekin bu menimcha xato deb o'ylayman. Hazratimiz ham aytganlar-ku, baribir kam ertaga kelajakda, ya'ni yoshlar qo'lida deyilgan, Hazratimiz aytganlaridek, ilmli farzandlar bizga yetishtirish uchun onalar ham ilmli bo'lishi kerak. Ona ilmli bo'lmasa, farzand ilmli bo'la olmaydi. Har bir Buxoriylarni tug'ilgan, Termiziylarni ham onalar tarbiya qilganda, ular onalar ilmli bo'lishgan. Yana bir gap bor, har bir aqlli erkakni ortida dono ayol turadi. Albatta dono ayol turadi. Uncha ilm olish kerak bo'ladi. Hamma anaqada men aytardim qizlarni. Hozirgi paytda ilm olishga ham borayotgan qizlar juda ko'p. Men hozirgi biz universitetda ko'ryapmiz. Qizlarni tarbiyasini ko'rib juda ham xafa bo'lib ketyapman. O'ta ham yuzingizga shunday gapiradi yoki ustozlarni behurmat qiladi. Masalan, ular nimaga keldi desangiz, ular faqat qog'oz uchun kelgan bo'ldi. Faqat diplom uchun o'qiyotganlarni ko'ryapmiz-da. Qayerda nima deydi, ustoz bor joyda albatta ilm bor. Lekin buni qidirish xohlashmaydi. Yo'q, ustoz yaxshi emas ekan deb ketib qolishadi ba'zi bir joylarda. Lekin ular xato qilishyapti deb o'ylayman. Ana shuning uchun ham onalar birinchi ilmli bo'lsa, farzandlari ham shu ilmga talabgor bo'ladi. Shuni ketidan yuguradi. Qatta bo'lsa, u aytadi-yu, hunar o'rgatgan ham ustoz, ilm o'rgatgan ham ustoz deydi-ku. Qayerda bo'lsa ham ustozni hurmat qilsa ilmga qo'radi deb o'ylayman-da. Bizda o'sha oldindan kelgan narsa bor. Bu qiz bola o'qish nimaga kerak? Nimaga o'qitasan? O'g'il bolani o'qitish kerak. Ertaga bizni boqadi degan gap bor. Albatta shunaqa gap ham to'g'ri aytishgan, lekin bu xato gap deb o'ylayman. Nega desangiz, o'qigan qiz o'zini turmush o'rtog'ini ham o'qitib ola oladi deb o'ylayman-da. Uni tarbiyasidan, uni ilmidan haligi turmush o'rtog'i ham ilm olishi mumkin. Agar turmush o'rtoq ilmli bo'lsa-da, kelin ilmsiz bo'lsa, bu og'ir bo'ladi. Turmush o'rtog'i ilmli qilib ola olmaydimi kelin? Yo'q. Nega desa, onadan ilm olib kelganda qiz. Ana gap bor-ku, onasini ko'rib qizini ol degan gap bor. Shuning uchun baribir kam onalar ilmli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin ba'zi bir nima deydi?
ilmli qizlar, o'qigan qizlar yoki o'sha o'z ustida ishlayotgan qizlar, jamiyatda ko'p joylarda masalan faoliyat yuritayotgan qizlar u o'sib ketyapti eridan. Lekin erkak ilm olmayapti, u orqada. Ana shu ikkita juftlik oxir oqibat ajrashib ketyapti. Kimni orqasidan yomonlab yursa, ya'ni muhokama qiladimi, gapiradimi, boshqa ishlar qiladimi? Masalan, hozir ko'ryapmiz-ku, u boradi xotinini boshqaga yomonlayveradi. Yoki nima deydi, ayol erini yomonlaydigan holatlar bo'ladi-ku. O'shaning aytaman, kim masalan orqasidan gapirayotgan bo'lsa, gapirayotgan odami deyman, uni navrot ancha martabasi ko'tarilaveradi. Gapirayotgan odam pasayaveradi deb o'ylayman-da. Shuning uchun hech qachon u eridan yomonlik ko'rsa ham, ayolidan yomonlik ko'rsa ham hech qachon muhokama qilish kerak emas, gapirish kerak emas. Ba'zida ayollar shu sabrsizlik qilib qo'yamiz yoki ilmimiz yetmagani uchun shu narsaga uyda bo'lgan mojaroni onamizga borib aytamiz yoki balkim hali ham o'sha onamizni kichkina qizalog'idirmiz balkim. Yoshligimizda kimdirdan, misol uchun ko'chadan kimdir ko'chada masalan gap eshitsak, kimdir bizani ursa, onamizga borib najot kutganmiz. O'sha hali ham o'sha onasidan uzilolmagan kichkina qizligimiz uchun ham turmushga qurganimizdan keyin onamizga borib, onamizga talpinarmiz. Bu paytda men aytaman, o'sha qachon agar onangiz o'sha holatni to'g'rilab bera olsa, onaga ayta olamizda. Onamiz o'sha masalan juft halolimizni to'g'rilay oladimi? Masalan xatosini u juft halolimiz o'zini onasi to'g'rilay olishi mumkin, to'g'rilay olsa agar. Lekin uni hech qachon siz borib aytganingiz bilan u juft halolingizni sizni onangiz to'g'rilab bera olmaydi. Siz faqat uni gapirib qo'yganingiz qoladi, tamom. Gapirganingizdan keyin bu nima bo'ladi? U odamni ishi yurishaveradi, sizni ishingiz pastga ketadi-da. O'shaning uchun aytamanki, to'g'rilaydigan odamga aytishimiz kerak-da u narsalarni muhokama qilmoqchi bo'lsak agar. To'g'rilolmaydigan masalan odamlarga aytsak, biz uni albatta orqasidan gapirayotgan bo'lamiz yoki muhokama qilayotgan bo'lamiz. Endi muhokama qilish bizga emas-da. Bundoq qarab tursak, o'zi qancha ayblarimiz bor, qancha o'zimizni to'g'rilaydigan ishlarimiz ko'p-da. Hech birovni orqasidan gapirib, masalan, u bizning juft halolimiz bo'lishi mumkin, farzandlarimiz otasi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Undan ko'ra gapirmaganimiz ma'qul. O'ziga tashab qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Bir xil payt sabr kosasi to'lib ketadi ayollar. Endi sabr kosasi to'lib ketgan paytda nima qiladi? Faqat Xudo bilan gaplashadi, boshqa hech kim yo'q. Xudo o'zi yaratgan u bandasini o'zi to'g'rilaydi-da, biz emasda. Masalan, haligi ayol kishi anaqasi bor bitta o'zini yig'lab chiqarishi mumkin. Shu yig'lashi ham faqat o'ziga bo'lsa, Xudoning o'ziga bo'lishi kerak deb o'ylayman. Allohdan yig'lab so'rasangiz beradi o'zi. Biza ko'p ayollar najotni ko'chadan qidiradi. Kimga borib aytsam ekan, o'sha erim mana bunaqa qildi, yo mana bunaqa qildi deb aytadi. O'ziga ayol kishi o'zi minus qilib oladi. Ko'p hollarda. Nega obro'sini o'zi tushiradi yoki erini obro'sini tushirib qo'ygan bo'ladi. Ana o'shaning uchun men hech qachon ayol kishi ko'chaga chiqib erini yoki qaynonasini yoki qaynotasini kim oilada bir ko'rayotgan aziyatlarni gapirishini xohlamasdim. Tashab qo'ying. Bir kun keladi shunaqa yaxshi bo'lib ketadi. Yuzaga chiqasiz. Yuzaga chiqasiz. Bir kun yuzaga chiqasiz. Nimaga desam, bizga bu narsalarni ustozim ham onam bo'lgan Fotima Xo'jaya borlar. Ham o'zim onam ular tarbiya ulab berganlar. Bizga aytganlar-da, shu birinchi turmushga chiqayotganimizda bu yerdan ketyapsan deganlar. Bu yerdagi gapni u yoqqa bormagin. U yerga borganingda u yerdagi gapni bu yoqqa olib kelmagin deganlar. Masalan, uyimizda urush bo'ladimi, janjal bo'ladimi, birontasini biz olib kelmaganmiz. Nega ularni bergan tarbiyasi bizga yetgan. Haligacha ularning tarbiyasi bilan yuramiz. Baribir ham hayotda-chi ustozi yo'qni ustozi shayton deydi-ku. Baribir ham ustoz ko'rish kerak. Masalan, hozirgi kunda ham internetda narsa qidiryapti. Internetda mana yaxshi narsalar o'rganmoqman deydi. Internetda
ustozi yo'q-ku. Qayerdan oladi u? Albatta ustoz bo'lishi kerak. Ustoz bo'lmagan odam adashadi yoki jarlikka qulab ketadi. Baribir biz ham xato qilamiz. O'sha hali o'zimizni masalan bir muallima deb tan olmaymiz. Biz bir kichkina bir talabachamiz. Xudo xolasa endi Alloh nasib qilsa muallima bo'lishlikka. Mana shunaqa deb o'ylayman. Oilada muhabbat muhimmi yoki hurmat? Birinchi muhabbat Xudoga bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar Xudoga muhabbatingiz bo'lsa-chi, eringiz ham yaxshi ko'radi. Deyman, bizda ko'proq hozir erga bo'lgan muhabbat, erim menga qarasin deb hamma narsa qotdi ayollar. Hozir ko'rasiz, ham yuzini ham o'zgartiryapti, hamma qotdi. Yo'q. Siz Xudoga muhabbatingizni qo'yavering, qolgan odamlar orqangizdan yuraveradi. Muhabbat ham o'shanda kelaveradi. O'zingiz hayron qolasiz. Afsuski kech tushunib yetamiz bu narsalarni, juda kech. Bu yoqda yong'in bo'lib bo'lgandan keyin Shuning uchun aytaman, muhabbat bu Xudodan boshqa beriladigan narsa emas-da o'zi. Nimaga desangiz, masalan, bir narsani yaratgan sizda bir aytaman, masalan, mashinani yaratdingiz, yasab qolgan narsangiz shunaqa chiroyli. Masalan, o'sha narsaga qanaqa muhabbat qo'yasiz? Birov sindirib qo'ysa ham, boshqa qilsa ham, xafa bo'lib ketasiz-ku. Ana o'shaning uchun muhabbat birinchi o'ziga, nimaga sizni yaratganda. Siz unga muhabbat qo'ysangiz, qolganlar orqangizdan ergashadi. Yomon ko'rgan odamlaringiz ham sizga muhtoj bo'ladi. O'zi keladi yoningizga, atrofingizda girdi-kapalik bo'ladi. O'shaning yaxshi ko'rsin deb yurgetidan qattasiz, nima qilyapsiz, menga qaramayapsiz. Janjallar shundan kelib chiqyapti-da o'zi. tilimsiz qo'ng'iroqlar. Tilimsiz uyda qo'ng'iroqlar, menga uni olib bering. Odamlar mana qotganiga, xotiniga yaxshi ko'rmaganingizda shunaqa qilyapsiz. U irqatdan oladi bechora. U ham o'zini anaqasiga qaraydi-yu, sharoitiga qaraydi, boshqa qiladi. Men aytaman, Xudoga qo'yavering, Xudo o'sha mol dunyoni ham beradi. Siz erkakni qiynash shart emas. Erkakni qiynashli emas, Robiya opa. Bitta hayron qoladigan narsam, ayrim erkaklarni, hammasi ham emas, mas'uliyatsizlik. Mas'uliyatsiz erkaklar ko'p. Ayollar haqqidan, farzandlar haqqidan qo'rqmaydigan erkaklar. Shunaqa. Ba'zi narsalarni yaxshi to'g'ri qilyapman deydi erkaklar, ba'zi narsalarni. Shunaqa qilyapti-yu, mana palonchidan eshityapmiz, pismadan eshityapmiz, shunaqa ekan. Ayoliga hamma narsani ayoliga to'nkiydi. Lekin undoq qarab tursa, o'zini isloh qilmaydi, o'zini to'g'rilasin. Masalan, agar o'zini to'g'rilasa, o'sha erkak ayoli to'g'ri bo'ladi. Hamma aybi o'zimda deb bilish kerak erkak kishi. Keyin masalan, ayol kishi o'zini erim shu narsani o'zida deb bilyapti, men nima qilyapman deydi. Masalan, ayol kishi ham anaqa bo'lmaydi-ku, aqlsiz bo'lmaydi-ku deb o'ylayman-da. Ko'p holatlarda erkaklarimizda ko'p ayb bo'ladi. Ayollar nimaga berilib ketgan hozir paytda hissiyotga ko'proq ko'rganiga ishonadigan bo'lib qolgan. Emotsionalni yaratilganda o'zi ayollar fitratida bu bor-ku. Lekin ayrim erkaklarimiz buni tushunmaydi. Tushunmaydi. Shunga ozgina mehr berib qo'ysa, masalan, yaxshi gap aytadi-yu, shirin gapirsa ayol kishi birpasi o'zgarib qoladi deydi. O'sha shirin gapini qizg'anishligi bilan o'zligini ayolidan ayrilib qolganini bilishmaydi. Ozginagina muhabbat etishmaydi bo'ldi. Bu ham shu erkaklarni ham aytaman, qanaqa desam bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbat yo'qligidan deb o'ylayman. Yana bilmadim. Hozirgi oilalarda eng ko'p uchraydigan muammolar. Pul muammosi deydi birinchisi. Yetishmovchilik deydi. Shuni orqasidan hamma narsa janjallar kelib chiqyapti. Masalan, uni olishim kerak, buni olib berishingiz kerak. Qachongacha shunaqa yashaymiz? Bolalarim yaxshi kiyim kiymay, yaxshi yemay o'tib ketyapti degan narsa ko'p bo'lyapti hozirgi paytda. Nimaga bilasizmi? Shu internet sohasida ko'p aldamchi videolar ularni ham aldab qo'yapti-da. Psixologlar, ayrim blogerlar shu ba'zi bir oilalar buzilishiga sabab deb o'ylaysizmi? Sabab deb o'ylayman. Lekin o'shalarni oyna ortidagi hayot yaxshi emas, ularning oynasi ortidagi hayot. U faqat aytadi, kamera ortida. Birovlar ko'rsa, o'zligini, men aytamanki, o'zligini shunaqa xursand qilib yurishadi. Aslini qarasangiz, ular ko'p yig'laydi. Ko'p yig'layotganlar. Lekin o'shalarni ko'rib, hozirgi ayollar erlarini aziyat yetkazayapti yoki ajrimlar ko'payib ketyapti. Oilada masalan qaynona, qaynota oldida behurmatlik ko'payib ketyapti. Lekin Robiya opa, men aytaman,
har doim ham ayollarda emasda ayb. Endi har doim ayollarda emas, lekin nima deydi, boyaga yetganga qaytaman. Onalarda deb o'ylayman. Onalarda deb o'ylayman. Masalan, o'sha erkakni tarbiya qiladigan ham ona. Ayol tarbiya qiladigan ham ona-da. Masalan, masalan xo'jayinimiz oilasida tarbiyasida bo'lishi mumkin. Kelinimiz ham onasida o'zini tarbiyasida bo'lishi mumkin. Ana o'shanda xatolar ko'p bo'ladi. Shuning uchun baribir onalar birinchi o'qish kerak deb o'ylayman-da. Yoshi katta bo'lsa ham o'qirsin deyman. Hech uni bir uyatli joyi yo'q. Masalan, hozir olim bo'larmidi endi deydi-yu. Masalan, yoshim katta bo'lganda, masalan, yoshligimda universitetga kirish orzuyim bo'lganda, keyin rosa yig'laganman. Qachon mana o'qirkinman? Endi bolalarimni tarbiyasida, endi bolalarimni so'kib, urishib tarbiya qilmaganman. Qila olmasdim. Juda past gaplashardim uyda ham. Shunda aytganman, qani edi endi anaqa bo'lsa, rus maktabga berganman, rus anaqa o'qisin bolalarim, men o'qimaganman, universitetlarga berganman. Keyin o'zim katta bo'lganimizdan keyin shunga men hisar bo'lib, shu baxtga biz ham talaba bo'ldik, Allohning irodasi bilan. Hozir xursand bo'laman. Yoshi kattalar ichida, masalan, yoshlar ichida o'zim yoshi katta bo'lib o'qiyotganimga xursandman. Alhamdulillah bitiryapmiz. O'shaning uchun aytaman, yoshi katta bo'lsa ham o'qisin ayollar. Ilm olish kerak. O'qisin. Ilm olish. Ben bekorchilikdan chiqadi. Beshikdan qabrgacha ilm izlagan deyilmagan. Tug'ildingmi ilm bilan, o'tavsam ilm bilan. Masalan, Ulug'bek masalan qarang, Termiziylar, Alisher Navoiy qanaqa bo'lishgan ular. Faqat ilm ichida yurishgan. Shunaqa insonni bilaman. O'zimning yaqinlarim turmushga chiqayotganda aytganki, universitetlarda, institutlarda o'qishi xayolingga ham keltirmagan. Ishlashi qachonki uyi ishidan ortasan, uyni joyiga qo'yib qo'yasan, keyin ishlaysan. Shunda ruxsat beraman degan gaplar bo'lgan. Yaxshi emas bu. Masalan, o'sha qaynona uyda o'tiradi. Masalan, uyda singil bordir. Endi kelin ham uyda o'tiribdi masalan. Endi hammasi ilm olmayapti. Ular nima qiladi? Faqat ertalabki ovqatda, kechqurungi ovqat pishirish bilan ovora-da, kuni bilan. Endi 3 ta ayol bitta bo'lib o'tirgan masalan joyda janjal chiqmaydimi? Chiqadi, bekorchilikdan ham janjal chiqadi. Undan ko'ra masalan ilm olsa, o'qisa, qayerdadir nimadir bilan mashg'ul bo'lsa, bir kasb egasi bo'ladimi? Bir anaqa bu ilm sohasida bir narsani egallayotgan, tarjimon bo'ladimi u? Unga vaqti yo'q-da, u ayollar bilan bekor gaplashib o'tirishga. Tushunasizmi? Shuning uchun ham qizlarimizni oilada ayollarimizni o'qitish kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytda ham xuddi shunaqa. Qaynona kelin mojarolarning ko'pi qaynona kelin uyda. Urush, janjal nima ekan desa, kelin gap qaytaribdi. Nimaga gap qaytardi? Nimaga gap qaytaribdi masalan, bekorchilik, komfort ko'pda. Hamma narsa masalan tayyorlab qo'yamiz, kir mashina bor. Oldinga o'xshab qo'lda yuvmaydi. Idish tovog'ini ham kir mashina yuvadi. Hamma narsamiz masalan tayyor. Hattoki ovqatlarni ham oldindan tayyorlab valizini solib qo'yishyapti yoki nima qilib darrov chaqirtirishadi, ovqat yetib keladi. Yarim tayyor mahsulotlar bor. U mahsulotlar bor. U bekorchi-ku ayol. Kim bilandir bir gaplashsa, ichidagini chiqarib yuborish kerak-da. Uyda boshqa odam yo'q. Boshqa odam yo'q. Qaynonadan boshqa odam yo'q. Kimga chiqaradi? Qaynonaga bitta gapiradi. Yo'q, hozir vaqtim yo'q, qila olmayman desa, bo'ldi, qaynona ham xafa bo'ladi. Nega bekor o'tiribsiz-ku deydi. Shu bilan ikkalariga nima bo'ladi? Qirpichoq bo'lib urush chiqadi. Lekin tilla qaynonalar ham bor. U juda ko'p. Juda ko'p tilla qaynonalar. Shu keliniga komfort yaratib qo'ygan, ishlash uchun. Oyijonimiz shunaqa bo'lganlar. Juda ham anaqa kelinlar tarafini olardilar. Meni ham qaynonam tilla bo'lganlar. Rahmatli, shunaqa tilla bo'lganlar. Qo'y, hozir o'zi yana kitobini o'qib oldi, charchadi dedilar. O'shanga o'xshab yaxshi qaynonalar ko'p. U qanaqa? U ilm, o'zi ilmli bo'lganda. Kitob ko'p o'qigan, ayol bo'lishi mumkin. Ilm o'qigan, ilm olgan, Xudoni tanigan odamlar bo'lganda. O'zini boshidan ko'p narsalar o'tgan ayollar. Ko'p o'tgan. Sinovlar ko'p o'tgan. Insonni sinov o'tguncha sinov kelaveradi-yu. Masalan, haligi gap to'g'ri ekanda, 15 yorug', 15 qorong'i deydi-ku. Hayotingiz shunaqada. 15 kuningiz yorug' bo'ladi, xursand bo'lib ketmang deydi. Keladi. Shuning uchun kunli sizga kichkina bir narsa boshingiz og'rib tursa ham, yo bir o'rtog'ingiz xafa qilib tursa ham, yo xo'jayingiz sizni so'kib turgan bo'lsa ham xursand bo'lib turing. Nega? Sizga ancha kattasi kelib qolsa ko'tara olmay qolasiz deydi. Shuning uchun kichkinalardan nima qilasiz?
xursand bo'lib turaveradi. Bundan battari ham Bundan bo'lishi mumkin battarlari edi. ko'ryapmiz hozir qancha insonlar nogironlar yotibdi. To'g'risi, masalan, yura olmaydi, ko'chaga chiqa olmaydiganlar qancha. Masalan, oilasida-da. Yoki xursand bo'lib, masalan, umuman menga sinov kelmagan, shu paytimgacha degan odamlar bittada kelganda yiqilib qolganlarni ko'ryapmiz. Shuning uchun hech ham o'sha qaynonam aytaman, o'sha qaynonangiz yoki o'sha eringiz sabab yaxshilikka erishasiz deb qo'yaman, ozgina sabr qilib turing deyman-da, ba'zilarga. Anaqa qizlar, qaynonalar keladi. Sabr qilib turing, yaxshi bo'ladi. Tilimizni shirin qilaveraylik deyman-da. Sizda masalan harakat bo'ladi. Agar Xudo xohlamayotgan siz qanaqa uni xohlatirasiz? Yo'q, bu bo'lmaydi. Saniki shu rizqing shutgacha bo'lgan. Shundan ortig'i bo'lmaydi deb tursa-da siz, yo'q, men olaman. Harakat qilaman, yaxshi bo'laveraman. Deysizda, ular tarafdan zulm bo'laversa. Siz masalan o'tda o'ldirib qo'ysa, siz masalan yoki sizga bir ziyon yetkazib qo'ysa yoki siz nogiron bo'lib chiqib ketsangiz o'tdan-da. Chegarasi bor, chegarasi bor, albatta chegarasi bor. Masalan, o'zingiz qo'yib bermaysiz unaqa paytda. Masalan, Xudo xohlamayotgan narsaga siz itarib anaqa qila olmaysiz. Menga ham aytishganda, anaqa opamiz aytganlar. Xudo xohlamayotgan narsaga nimaga bunchalik yuguryapsiz deganlar menga. Nimaga endi shuncha yaxshi odamlar, puli bor odamlarga nima bo'lyapti? Bu narsalar yaxshilikda kelyapti-yu, bizning pulimiz yo'q bo'lsa, bizga kelmaydimi deganimda shu gapni gapirganlar-da. Xudo xohlamagan narsani siz qila olmaysiz deganlar. Ana shuning uchun nima ekan, sizga aziyat yetkazayotgan paytda siz aytasiz kimgadir. Aziyatdan chiqishingiz kerak bo'ladi yoki nogiron bo'lib qolishingiz mumkin bo'ladi. Buni ortidan juda ko'p kasalliklar kelishi mumkin, siqilish, stress, organizm charchaydi, organizmlar charchaydi hozirgi paytda. Stress hozirgi ayollarimiz eng katta kasali-yu. Eng katta kasali. Farzand tarbiyasida ota-onaning vazifalari. Ota-ona nima qilsa farzand shuni qiladi. Masalan, ota-ona kitob o'qib o'tirib, bolasiga kitob o'qi demasa ham kitob o'qiydi bola. Masalan, darsingni qil deb o'zi telefon o'ynab o'tirsa, masalan-da. Yoki boshqa joyga borib, haligi qaynonang nima deyapti deb qizlarimizga gapiramiz. U chaqimchilikni o'rgatamiz. Yoki do'ding nima deyapti deb kichkina bolaga aytamiz. Borib gapni tashib kelyaptimi? Yo buvisidan, yo dodasidan. U bolani biz chaqimchi qilib yetishtiramiz. Hamma ayb kimda bo'ladi? Onada bo'ladi. Masalan, ota ertalab chiqib ketadi. Unga bismillah deb yedirishingiz ham o'zingizdan yoki chiroyli tarbiya berish ham onadan bo'ladi. Hamma narsa birovni muhokama qilib o'tiribsizmi? Albatta bolangiz ham kimdir ertaga muhokama qiladi. Sanadi. U telefonning ustida o'tiribdimi? Siz o'tiribsizmi? Bolangiz ham o'tiradi shuning ichida. Hech qat'iy boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaydi. Xuddi boladan telefonni olib qo'ysangiz, hozir nima bo'lyapti? Bu bola yo tutqanoq tutib qolyapti, bir agressiv tushib qolyapti bola. Nimaga ona kechgacha telefonda o'tiradi? Bola o'rgangan shuni. Keyin yana olib borishadi, doktorga olib borishadi. Bola boramiz, psixologga boramiz. Psixologga borib, psixolog nima qilib beradi? Boshqa battar bu narsa bo'lib qolishi mumkin-da. Unaqa qattiq anaqada turgan agressiv bolalarni ham psixologga olib borib bo'lmaydi. Ota-onaning ajrami farzandga qanchalik ta'sir qiladi? Og'ir ta'sir qiladi. Qiyin bir narsa. Nima desangiz, u bola qani endi mana ota-onam birga yashasaydi degan anaqada o'tiradi. Nega yig'layapsiz? Nimaga yig'layapsiz? Endi shunaqa narsalarni ko'rganman-da, o'shaning uchun. O'shaning uchun bolaga nima bo'lsa ham aniq aytadi-yu, ota-ona birga yashasin. Lekin o'sha buni otalar tushunishi kerak-da. Otalar tushunishi kerak. Ota aytadiki, men ertaga bitta nima deydi? Antiga qiz bola uylab olaman, balon bismillah. Hozir gapligi bor, onasi o'pmagan olaman degan gap bor. Farzandchi qaytar dunyoga vaqtinchalik u. Uylanib olish mumkin, vaqtincha. Qaytar dunyo degan gap bor-da. Bumerang, mana o'zimiz tilda aytsak, bu hayot bumerang. Aylanib keladi. Qiz farzandingga kelsa-chi, o'sha ota ko'tara oladimi? Yo'q, ko'taraolmaydi. Lekin birovning qiziga zulm qilishadi. Zulm qilishadi. O'shaning uchun aytaman-da, sen unaqa ko'p anaqa chiranmagan, bunaqa masalan, shu yoshlarini ovalarsan, boshqa qilarsan. Vaqt keladiki, bunaqa chiroyli oilani topa olmaysan deyman. Bu farzandlarni topa olaysanmi, u ayoldan? Topa olmaydi. Qatdan bilasan, balki befarzand o'tarsan, buni uvoli urar bunga. Bo'lishi mumkin.
Unaqalarni ham ko'ryapmizku mana hozir. Judayam ko'p unaqalar farzand ne'matiga yetolmayotganlar qancha hozir. Masalanda xuddiki belim to'la farzand deb o'ylaydi ular. Shunaqa gap bor Lekin bizda. kimga nima qilgan bo'lsang, hozir aytadi-yu, 40 yil deyishardi oldin. Hozir vaqt tezlashgani uchun 40 kunda 40 undan kunga ham ham yetib bormayapti. bormayapti. 4 soatda ham qaytyapti. Qaytib. Uni ham ko'ryapmiz. 4 soat ichida qaytib kelyapti. Farzandga yoshligidan eng avvalo nimani o'rgatishimiz kerak? Eng avvalo Xudoni tanitish kerak deb o'ylayman. Yana halol haromni bildirish kerak bolalarga. Xulqini go'zal qilib tarbiyalash kerak. Tilini shirin qilib tarbiyalash kerak. Hamma narsani yaxshi gap ham shu tildan chiqadi, yomon gap ham shu tildan chiqadi. Ana o'shaning uchun bu tilni suyaksiz buni bir anaqa qildirish qiyin bo'lib qoldi-da hozir. Faqat ilm bilan uni jilovlash mumkin. Ilm bilan. Boshqa payt uni jilovlamaysiz. Farzandni qattiq qo'l bilan tarbiyalash mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas. Yo'q, men Baqirish, urish. unga qarshiman. Bolalarga doim yumshoq tabiatli bilan tarbiya berish kerak deb o'ylayman. Nega siz baqirdingizmi, bola shu baqirishni o'rganadi shu onasidan. Men ham har doim aytaveraman-da, baqirmanglar. Nega bola o'zim manaqalarimga, nevaralarimga-da, masalan, qizlarni baqirsa aytaman, baqirma, bu sizlardan oladi bu baqirish. Unga yumshoqlik gapirib yoki o'sha qilayotgan ishini qo'yib tur, sal bir past turib o'zi shu narsani qilmasligini biladi. Masalan, agar siz baqirsangiz, demak bu qilishim kerak ekan deb o'ylaysiz. Nima bo'lar ekan? Qiziqish boshlanadi-da. Shuning uchun unga doim yaxshi gapirib, salom, shakaram qilib, sekin haligi unaqa aytgandek, ona baqirib yaxshi gapirib qo'ysangiz, "Oyijon, nima baqirmayapsiz?" deb qo'yadi-yu. "Nima bo'ldi sizga?" deb qo'yadi-da bola. U sizni har doim baqirtirishni xohlab qoladi-da bola ham. O'shanga aytaman, baqirish kerak emas bolaga umuman. Qattiq ham gapirib, ko'chadan kelganda ham, boshqa qilsa ham, masalan, darrov ishini, o'zini vaqtini nimasini qilish kerak o'zi aytib, lekin men umuman sizni baqirib katta qilmaganligim uchun men go'zal xulq bilan katta tarbiyalash kerak, katta albatta baqirmaslik kerak deb o'ylayman. Qiz farzand tarbiyasida eng nozik jihatlar. Qiz tarbiya qilishdan hozirgi paytda qizlarning tarbiyasi juda og'ir bo'lib qoldi. Xulqda eng asosiysi chiroyli xulq bilan qizlar masalasida juda hozir qo'rqinchli bo'lib qoldi hayot. Shuni tikka boqadigan bo'lib ketdi qizlar. Haligi onalarimiz oldingi anaqalarimizda hayo bor edi. Bizga masalan shu Fotima xo'jayam menga ko'p o'rgatganlar. Tik qarama, bizga hali ham erkak kelyaptimi, o'zingni olib qoch. O'sha og'zingni baqirib gapirma. Biz hattoki shunaqa ovozimizni ham ehtiyot qildirardilar-da. Ona shunaqa bo'lar ekanda, ovozingni ham ehtiyot bo'l. Chiqib ketib qolmasin ko'chaga. Dirdilar-da. Masalan, o'shancha aytaman, qizlarga ovozini pastlatish, sekinroq gapirish, baland ovozda gapirmaslik. Hali oldin biz tikka yurishga uyalardik-da. Masalan, hatto tog'alarimiz oldida ham, masalan, o'zimiznikilar o'ylamasan, yerga qarab, Hozir aytamiz, qaddingni ko'tarib yur deymiz. Hijolatchilikda yurardik-da. Hozir qizlarda hijolat yo'q. Nimaga? Ozgina bu narsani bilib qolsa, ko'p narsani biladiganda yuribdi-da hozir qizlarimiz. Aqlli bo'lib qolishgan. Juda o'zini aqlli deb o'ylaydi. Bu yomonmi? Bizda o'zini aqlli deb bilgan odam ahmoqdir deyilgan-ku. Mana bilaman degan odamni bilgan, u bilmaydi hech narsani deydi-ku. Shu hali ham bizga bilaman degan so'zdan qochish kerak. Bilmayman degan odam ko'p narsani biladi deydi. Aytilish rivoyat ham bor-ku. Bilmayman degan odam ko'p ilmni bilibdi degan. Bilaman degan odam hech narsani bilmas ekan deydi. O'g'il bolaga qanaqa tarbiya bersa kelajakda yaxshi ota bo'ladi? Otasidan oladi tarbiya. Qanaqa otasi qilayotgan ishiga qarab yuradi. Masalan, qizlar onasiga qarab, o'g'il bola otasiga qarab yuradi. Otasi bitta so'zli bo'lsa, o'g'il ham bitta so'zli bo'ladi. Masalan, nimaga otam qilgan ishni men ham qilaman deydi. Ota va'da berdimi, va'dasida turadi. Ota omonatdormi, omonatdor bo'ladi. Masalan, ota xiyonatchi bo'lsa, bola nima bo'ladi?
xiyonatchi bo'ladi. O'shaning uchun menimcha otani aytadi, toyi ot anaqa izini toy bosibdi deydi-ku. Ot izini toy bosar. Maqolam bor-ku. Shunga o'xshab menimcha ota omonatdor, ota anaqa va'da bersa turadigan bo'lishi kerak, bitta so'zli bo'lishi kerak. Va otaga qarab yuradi o'g'il bolalar. Ana o'shaning uchun ham ajrim bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Ota ona ilmli bo'lsa ajrim bo'lmas ekanda. Ota onani qanchalik hurmat qilayotganini ko'rsa farzand kelajakda ayolini shuncha hurmat qiladi. Ota xiyonat qilsa farzand ayoliga xiyonat qiladi. Shuning uchun aytaman, baribir endi ota onalar bor, ilm bo'lishi mumkin, ularda amal bo'lmasligi ham mumkin. Bu eng katta xatolardan. Ilmliman deb kibr bo'lib yurishadi. Falon joy bitirib qo'yganmiz, yo bitta kursini egallab qo'yganmiz deydi. Lekin bir hayotida bir yaxshi bir ishini ko'rmaysiz. O'shaning uchun aytishadi, o'qish boshqa, o'qish boshqa deydi. Shuning uchun baribir aytaman, amal qilish kerak. Kichkina narsa o'rgandingizmi, shuni hayotingizda bir o'rganib tatbiq qilavering. Ja kattasiga yopishmasangiz ham, o'sha zinani ham birinchi sekin 1-2 deb chiqasiz tepaga. Birdaniga 10-zinaga chiqa olmaysiz-ku. Masalan, etapman. Etapman. O'sha yetishasiz o'sha katta martabalarga. Lekin u bu yoqdagi ishni bajarib qo'ygandan keyin. Bajarmasdan turib, tepaga chiqib olib, haligi nima deydi, hozirgi tilda aytganda karillash. Bo'lmaydi deb o'ylayman. Yoshlar turmush qurishdan oldin nimalarga tayyorlanish kerak? Nimalarga tayyor turish kerak? Nimaga tayyor turish kerak? Oilada masalan, u sevgi, muhabbatdan iborat emasda. Har bir endi turmush qurgandan keyin boshlanadi deydi-ku. Faqat o'yin kulgidan iborat emas. Bolani tarbiyasiga birinchi tayyor turish kerak. Ertaga ulardan zurriyat tug'iladi. Unga qanaqa tarbiya beraman degan narsa bo'lishi kerak-da. Masalan, siz o'zingiz er-xotinning hayotida bo'layotgan ishlarni gapirib bermaysiz-ku bola tug'ilganda. Qanaqa uchrashganingizni, nima qilganingizni gapirib bermaysiz-ku. Uni kelajakda bir katta bir vataniga xizmat qiladigan, bir eliga yaraydigan bir inson tarbiyalash uchun ota-ona ilmli bo'lishi kerak. Shunga tayyor turish kerak deb o'ylayman. Keyin turmush qurish kerak deyman. Hozir darrov nima bo'lyapti, muhabbat bo'lsa bo'ldi deb bir pasda bo'lib ketyapti-ku. Yo'q. Qizni ham ilmliligiga qarash kerak, bolani ham. Ko'p hollarda ajrimda erkaklar ayoliga nisbatan juda yomon so'zlarni ishlatishadi, haqoratlashadi. Ya'ni fohishalikda ayblashadi. O'zligi shu bilan mashg'ulda. Ana shuning uchun ayollarni shunaqa deb o'ylashadi. O'zligi shu ish qilib qo'ygandan keyin ayolini shunaqa deb o'ylashadi. Yoki o'zligi shunaqa ayollarni ko'rgandan keyin meni ayolim ham shunaqa deb o'ylashadi. O'zligi haromda yurib qo'ydi-ku. Ayolini ham nimadadir ayblash kerak-da. Boshqa aybi yo'q-ku. U ayol farzandini yaxshi tarbiya qilayotgan bo'lishi mumkin. Ota-onasiga yaxshi qarayotgan bo'lishi mumkin. Har taraflamda qarasa ayb topa olmaydi. Ovqatlarini qilib berishi mumkin, chiroyli kutib olishi mumkin. Hamma narsasini qilishi mumkin. Lekin topa olmagandan keyin nima qiladi? Shunda ayblaydi, fohishalikda ayblaydi. Mana o'zbekchilikda deymiz-ku, ayol farzandli bo'ldi. Farzandli bo'lgandan keyin deylik, mana hozir keserva degan operatsiyalar bor, shunaqa bo'lib chiqishadi. Yaqinda bitta shunaqa nimaga guvoh bo'ldim. Kelin operatsiya bo'lib chiqqan, keserva bo'lgan. 20 kun bo'lgan keserva bo'lganiga va bizda urf odatlar, challari deymizmi, beshik berishimiz kerak, olishimiz kerak deyshadi. Shu narsalarni qilishgan. Va u yerda kelin xizmatga chiqmagan, oilasi bilan, chaqalog'i bilan uyda bo'lgan va bunga o'sha marosim o'tgandan keyin kelinga juda tazyiq bo'lgan. Nimaga siz chiqmadingiz? Nimaga siz ish qilmadingiz? Kelin majbur chiqishga. Oldindan anaqa bor-ku. Masalan, farzandli bo'lgan ayolni bekorga anaqa qilib qo'yishmaganda, 40 kun ko'cha hovliga chiqmasin debdi. Nega u suyaklari ochilgan payt bo'ladi? Masalan, vafot qilib qolsa, bu nima bo'ladi? So'roq savolsiz kirib ketadi deyilganda. Masalan, xuddi zilzilani ostida qolib ketgan odam o'tib qolsa qanaqa deymiz masalan? Shahid bo'libdi deymiz. Xuddi shunga o'xshab farzand ko'rgan ayol vafot qilsa ham xuddi shunaqa bo'ladi deyishganda.
Yaqinda xuddi shu holat bo'ldi. Kechiruv bo'ldi, shu qizimiz vafot qildi. Buni bitta anaqasi eri bir og'iz kelib, masalan, o'sha xonadonga yoki o'sha tug'ruqxonaga kelib, farzandimni dunyoga keltirding-ku demadi. Senga rahmat. Senga rahmat demadi. Mani zurriyotim. Zurriyotim mani. Qiynalding 9 oy ko'tarib demadi. U hayot nima deydi? Ani ne'mat, masalan, farzand ne'matida katta ne'mat. Uni ayol ko'tarib katta qilish 9 oy o'zi emasda. Uni erkaklar tushunsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman-da. Hozir tug'ruqxonaga kelib farzandidan xabar olish, ayolidan xabar olish u yerda tursin. Ayol homiladorlik vaqtini 9 oy ersiz ko'tarayotganlar ham bor. Ko'tarayotganlar ham bor. Unaqa holatda ham aytaman, erkaklarni aytaman, hamiyatsiz bo'lib ketyapti erkaklarimiz. Hamiyat yo'q bo'lib ketyapti. Nimaga? Shu sani zurriyoting-ku. Bu boshqa zurriyot emas-ku bu, masalan. Men bugun sendan bo'pti shu zurriyot. Ertaga senga shu zurriyot tug'iladimi, yo'qmi? Qattan bilasan, ertaga mana shu farzanding deb seni martabang ko'tarilar. Bilmaysan, buni qadami qanaqa xayrli kelib, o'shanda nima deysan, masalan, deyman, o'sha paytda kelib, bu mani bolam deb qanaqa aytasan? 9 oy sen onasiga buni sedirib, mani farzandimni ko'tarib yuribsan deb bir anaqa qilmaganda, lekin undan keyin kelib yutuqlarida otasi yonida tursa qanday bo'ladi deyman-da. Tug'ruqxonaga kelmasligini o'zi bu katta anaqa-yu. Erkak uchun bu. Shuning uchun ham aytaman, onalar masalan o'zi biladi shu narsalarni. Bilmayman, shu qaynonalarimiz ham kibrga berilib ketadimi deyman-da. O'g'il tuqqanman debda. Lekin ayolni, kelinni shu onalar tushunsa bo'ladi. Endi onalar tushungan paytda ham hali yetkazib beruvchi kelinda ham ayb bo'lib qoladi-da. Chaqimchilik qilib boshqa gaplarni yetkazib qo'ygan bo'lsa, u gaplar boshqaga aylanib ketib qoladi. Lekin juda ko'p holatlarda qaynonalar yomon xotira deymiz, zlopamятный deymizmi? Shu o'tib ketgan ishlarni, o'tib ketgan janjallar uchun ham kelin bilan gaplashmay qo'yishlik. U o'sha tarbiya o'shadan-ku, sen kechirimli bo'l, men seni kechiraman degan joylari bor-ku. Shuni aytaman. Eng yaxshi narsa bu kechirimda. Qani aytishgan-ku, otangni o'ldirganga onangni ber degan gap bor-da. O'shaning uchun aytaman, senga shunaqa shunchalik xafa qilibdi, kechirib qo'yaver deyman-da. Seni martabang ulug' bo'ladi. Martabangiz oshaveradi. Kechirib qo'yavering, masalan. Qalbingizdan bir yomon xotira botgan bo'lsa ham, tilingizdan shirin so'z bo'lib qo'yib turavering. Bir kun kelib o'shani yaxshi narsalarni eslaysiz. Sizga ham yaxshilik qilgan joyi ko'p. Bizda o'zbekda eng yaxshi narsa, eng ko'p gap bor, tarqaydigan. 1000 kecha yaxshilik qilib, bir kecha yomonlik qilib qo'ying, gap qaytarib qo'ying. Hali 1000 kechadagi yaxshiligingiz unutilib, bir kechada yomonlik bosib ketadi. Bu o'shani gap qaytargan. O'shanda mana shunaqa qilgan. Bu mamlaqa ish qilgan. Bo'ldi. Shunaqa mana shunaqa. Men uyimga olib kelma bu kelinni. Shunaqa aytaman. Shuncha payt yaxshilik qilib kelgan-ku. Nega o'shalarini eslamaymiz? U yaxshilikni ko'rmaydiganlar ham bor-da. Shu aytaman, u eslamaymiz-da, o'sha gaplarni eslamaymiz yoki butun aytaman, jonini fido qilib farzand, navara dunyoga keltirib beryapti, masalan. Ikki yo'llar o'rtasida turib his qilishimiz kerak-da. Mana shu narsaga rosa qilaman. Yaxshiligini ayollarga bizga ustoz aytadilar, ajrashmoqchi bo'lsa erkaklarga yo'q bo'ldi, kerak emas men bu ayol menga. Ajrashaman desa, ustoz aytadilar-da, birinchi kechangizni eslang deydilar. Birinchi kechangiz qanaqa bo'lgan? Bu ayolni yaxshi ko'rganmisiz? Sevganmisiz? Bo'ldi, shuni hurmatidan yashab ketavering deydilar. Mayli boshqa kechalar sizga yomonlik qilibdi deydilar-da. Shunaqa yoki ayollarga shu gap gapiradilar. Eringiz shu paytgacha yomonlik qilibdi. Birinchi kechangizni eslang deydilar. Yaxshi kuni ham bordir, u eringiz deb qo'yadilar-da. Shuning uchun biz onamizdan ko'proq olamiz. Kundosh qaynona. Kundosh qaynona bu bekorchi qolgan qaynona bo'ladi. U uyda kelin bilan boshqa hech narsa ishi yo'q-da. Kelinni bir xatosidan qidiraveradi, o'g'li bilan o'zi xonasiga kirib ketganda boshlanadi. Uning uchun qaynonalarni ham band qilib qo'yish kerak. Shu o'g'illar, yo'q, siz ishlamang, uyda o'tiravering. Yo'q, ishlamasin. O'qishlarga berib qo'ysinlar. Mana hozir nima ko'p? Shunaqa joylar ko'p.
qancha masalan hozir kengliklar Ta'lim yaratilib bergan maskanlari bor. ta'lim maskanlari hozirgi paytda juda prezidentimiz endi keng qilib qo'ydi ta'limga. Aytamanki shuncha ta'lim joylar turibdida. Juda imkoniyatlar Juda ko'p imkoniyat yaratildi. ko'p deyapmanda. Berib qo'ysa o'sha onalar o'sha ta'limga borib kelib masalan kelini bilaman ishi bo'lmay qoladi. Uning uchun o'zi ham xohlash kerak edi. Yo'q, lekin uni mana shu o'g'illarimiz qo'liga pul berib, onajon, mana boring, aylaning siz ham mana shunaqa, ha, masalan. Yo'q, uyda o'tiring. Sizga nima keragi bor ko'chaga chiqib? Yoki xotiniga nima keragi bor? Urush kamroq chiqarish yo'llarini ham qidirish kerak-da. Bo'lmasam u kelasi yolg'iz qoldiraversangiz, haligi didilar ko'payib ketadi-da. Keyin ajrim hosil bo'ladi. Bitta qaynonaga chidolmadingmi deydi keyin ertaga. Nega u haligi kelin, yosh kelin moralni ezilib ko'tara olmay qoladi. Hozirgi oldingi masalan 20-30 yillik oldingi qizlar yo'q hozir. Yo'q, nimaga ko'tara olmaydi endi? Havodan deyishadi yoki nima deydi bunaqa siqilishlardan, viruslardan deydi, boshqa deydi. Endi hozirgi paytda asablar tarang bo'lib qolgan payt. Odamlarda asablar. Asab ko'ryapsiz, mana hozir ozgina internetga kirsangiz 1 minutlik narsani tez o'tkazib ko'rishadi. Sabr yo'q-da. Sabr yo'q. Sabr yo'q. Alloh do'da buvilarimiz qanaqa sabrli bo'lishgan. Hozir yo'q. Qaynona kelin o'rtasidagi kelishmovchilik asosiy sababi nima? Bekorchilikmi? Bekorchilik. Bekorchilik. Keyin nima deydi? Didilar ko'pligi. G'iybatlar, birovni muhokama qilishlar. O'zi yaxshi yashayapti-ku masalani. Uni oilangiz ham bunaqa bo'pti, unaqa bo'pti, didi bu. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladiki, Robiya opa, kelinlarni ajratish. Ya'ni o'g'li xohlab olib bergan, o'g'li xohlagan qizni boshqacha ko'rishadi, o'zi xohlab uylantirgan, olib bergan kelinni boshqacha ko'rishadi. Ajratish ya'ni, kelinlarni ajratish. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, lekin agar biz ham hozir qarayapmiz-ku mana, o'g'lingiz qalbiga masalan, o'ziga masalan yoqqanini olib berish kerak o'zi aslida. Yo'q, men aytganini olib berasan desa ham ba'zi holatlarda onasiga aytganini qiladigan bolalar hop deyapti. Mayli deyapti. Lekin yo'q, menga mashina olib berasiz deganlarni ham ko'ryapmiz, ular ajrashib ketganini ham ko'ryapmiz. Menimcha bunga ham ilm kerak deb o'ylayman. Har bir ishi boshida, oxirida, o'rtasida ilm. O'qish deydi, yana o'qish deydi shunaqa. O'qishdan ham hozir o'qish kerak bo'lyapti. Lekin qarang, ajrimlar deysiz-ku, Robiya opa, ajrimlarda o'sha ota-onalarning ham o'rni juda katta bo'lyapti-da. Ikkita farzandga mana yoshlarga ota-ona ko'prik deyilganda, ota-onaga shunday ko'prik, farzandlarga ko'prik bo'lib turmasangiz, mana shu ko'prikdan cho'kish boshlanadi. Tushib ketish bo'ladi. U hali 30 yil umr ko'rmadi, 30 yil oila qilmadi. Qiz ham, o'g'il ham. Endi ota-ona ko'prik bo'lish albatta kerak bo'ladi. Masalan, o'shaning uchun aytamiz-da, ajrim bo'lmaslik kerak deb. Masalan, bizni ajrimlar qancha ko'p bo'lsa, masalan, sizga keyingi kelin uyingizga keladi. Masalan, ertaga ko'radi sizni oilangiz qanaqa joyga tushganini biladi. U o'g'il bilan qiz orasida masalan ertaga sizni hayotingiz yana bo'lishidan Alloh saqlasin. Lekin takrorlanib qolish. O'shaning uchun ham otalar buni o'ylash kerak deb o'ylayman. Men buni qilsam ertaga farzandlarim hayotichi deb o'ylash kerak-da otalar. Otalarimiz hozir o'ylamayapti. Ideal kelinda ham shunaqa fikr. Ilmli qiz, ideal kelin. Endi u ilmli qiz deganingiz bilan haligi aytganimiz ham bor-da. Ilmli qaynona deganda ham o'sha gap bor. Ya'ni nima deydi, ani o'qish bilan o'qish bor deganda ilm bo'lishi mumkin. Unda boyagi narsa amal bo'lmasligi ham mumkin-da. U xulqida ko'rsatadi-da buni. Xulqida ko'rsatadi. U endi xulq ota-onaga qarab. Agar ota-onasida xulqi go'zal bo'lsa, farzandlar ham xulqi go'zal bo'lsa, tarbiya uydan boshlanadi degandek. Tarbiya albatta uydan boshlanadi. Oiladan bo'ladi tarbiya. Erkak kishining oiladagi mas'uliyati haqida. Erkak kishi oilasiga qo'rg'on bo'lishi kerak, posbon bo'lishi kerak, ayoliga suyanchiq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ayoli qanaqa bo'lishi kerak? U eridan, boshqa odamdan najot, nima deydi? Bir qiyinchiliklarda turib beradigan erkakdan boshqa narsani topa olmaslik kerak-da. Mehrda ham,
boshqa Himoyada. narsada himoyada ham boshqa narsada hamda masalan o'sha ilm davomimiz birinchi o'sha erkak kishi agar o'sha onadan oiladan otadan ilm olgan bo'lsa ota o'sha erkak u ayoli ham nima deydi mana shu erkakdan oladi ba'zi bir narsalarni ko'chadan qidirmaydi mehri ham hech kimdan qidirmaydi har taraflama himoyachisi bo'lishi kerak deb o'ylayman ayolini Himoya qo'rg'oni. qo'rg'oni ha o'sha aytadiyu rashk ham chegarasi bo'ladi Sog'lom rashk bor, nosog'lom rashk Nosog'lom bor. rashk, Bu ha. to'g'rimi? boyagi nosog'lom rashkda haligi aytyapmanu ko'proq ayolini nosog'lom rashk qilib fohishaga chiqaradi erkaklar rashkka ham o'zini chegarasi bor Rashk sabab ayolini o'ldirib qo'yayotgan erkaklar qo'yayotganlar qancha? juda ko'p Bu nosog'lom rashk. mana shu ko'chaga masalan o'qishga ilmga masalan chiqarmasdan ham o'qitmayaptiku hozir ko'p erkaklar ayollarini u bolalarni tarbiya berishi qiyin bo'lyaptida ko'p xatoni erkaklar qilib qo'yyapti yo'q hammasini mana uyda o'tirsang ham bo'laveradi hammasi mana telefon bor deydi telefonni o'zi buzib turibdiku kerak emas masalan ayol kishini ko'chaga chiqishi ham telefonni o'zida bo'lyapti hamma narsa Sog'lom rashk, nosog'lom rashk. Nimasi bilan farq? Sog'lom rashk qanaqa? sog'lom rashkda xudodan qo'rqish bor nosog'lomi xudodan qo'rqmaydi shunaqa qilib turib ayoliga ko'p aziyatlar yetkazib qo'yadi Bo'lmagan narsalarga rashk qilib. Nosog'lom rashk shunaqa. kerak emas u narsalar masalan u rashk qilib oilasini buzadida faqat boshqa narsa topmaydi u anaqani ham aytadiyu chegarasi bo'ladiyu Rashkka chegarasi. Rashkka ham chegarasi bor. chegarasi bor rashkka chegaradan chiqib ketdingiz buziladida Ba'zi erkaklar aytishadi, rashk bitta. Sog'lom, nosog'lom degani yo'q. Rashk bitta deyishadi, lekin unaqa emas. aytdim boyagi xudodan oldin qo'rsa xotinini omonatligini biladida masalan uradi so'kadi boshqa qiladi yo'q rashk qilib turib ko'p odamlar urib o'ldirib qo'yyapti yo boshqa qilyapti yoki ajrimga berib yuboryapti masalan kerak emas bunaqa ayol deyapti o'sha nosog'lomligidanda ba'zi bir anaqalarni eshitganmiz masalan ayolini boshqa odam bilan haqiqatda tutib turib ham xudo uchun kechirib turib yashaganlar bor nimaga farzandlari uchun ertaga oilasida o'sha anaqasi xato manda bo'lgan bo'lsa kerak deb nima deydi oilasini saqlab qolgan erkaklar Oldin bor aybni o'zingdan qidir. deydiyu keyin og'ramasa birovdan deydi xuddi shunga o'xshab oilasini saqlab qolish uchun nima deydi xudo uchun kechirib yashaganlar ham bor shunaqa erkaklar ham bor yaxshi erkaklarimiz ham ko'p Qaynonalar kelin bilan kuyovi, o'g'li bilan kelinning yotog'iga kirishi beso'roq yo'q bo'lmaydi mumkin emas. o'zi aslida o'zi yotoqxonaga o'zi begona odam kirishi o'zi mumkin emasku o'zi umuman oldin masalan man bilaman dadam buvimgilarni yotog'ini ham ko'rmaganmizda qaysi joyda yotishgan ular bilmaganmiz hozir odamlar yotoqxonasi bilan maqtanadi bu Syomkalar qilishadi. syomkalar qilishadi yotoqxonasida Instagramlarga chiqarishadi. u yotoqxonasini birovga ko'rsatishingiz bu katta nazar tushadida ko'z tegadi bu yotoqxonani masalan man buvim dadam rahmatli eslayman yotoqlarni ko'rmaganman qayerda yotishgan ular bilmaymiz ani to'g'ri gapda ana kechqurun solinadi ertalab yig'ib qo'yiladi burilmagan bu ularni o'ta hayoliligidanda bizmi hozir hayo yo'qda hammada yotog'igacha birov ko'rsatyapti Erkak kishini oiladagi mas'uliyati. ayoli omonat onasi va oilasi omonatni saqlash kerak uni deydi xiyonat qilish kerak emasda oilasiga u xiyonat boshqa ayolga ketish deyilmaydi uni ustidagi haqlari deyiladida mana shu Bu ham mas'uliyatga kiradimi? albatta kiradi mas'uliyatga kiradida masalan qilishing shart boqishing shart deydi lekin undan ortiq emasda masalan toqatidan ortig'ini buyurilmaydi ularga Toqatini ham qila olmayotgan erkaklar bor. Ayrim erkaklar. unaqalar ham ko'p ayoli bu narsani ayollarimiz o'zi o'rgatib qo'ygan ish bo'lishi ham mumkin nimaga shu eriga kerakli pulni beradi man ishlayapman bo'ldi dadasi xavotir olmang sizga shu mandan yordam bo'lib turadi deydida erkak kishi shunga o'rganib qoladigan holat bo'ladi
keyin erkak kishi ham qilgisi kelmay qoladi. Farzand oldida ota-ona janjallashishi qanaqa oqibatlarga olib keladi? Bolalarga yomon ta'sir qiladi. Bolalarga yomon ta'sir qiladi. O'sha holatda bir umr esdan chiqarishmaydi. Ota-onasi Ong urushi ostida saqlanib qoladi. saqlanib qoladi, bir umr esdan chiqmaydi. Ota-onasiga nisbatan mana adasiga nisbatan Yomon ko'rib qoladi. yomon ko'rib qoladi. Yomon ko'rib qoladi. Onaga og'riq bergan otani Ha, farzand shunaqa, yomon ko'rib qoladi. yomon ko'rib qoladi. Lekin ota ba'zi ajrimdan ko'ryapmiz. Otalar bolasini olib qo'yayotgan oilani ko'ryapmiz-da. Bolani olib qo'yyapti yoki bittasini olib qo'yib, ikkitasini qilib beryapti. U bolani faqat mehridan ayira olmaydi. Olib qo'yish mumkin, zo'ravonlik qilish mumkin. Lekin onani 9 oy ko'tarib yurgani, uni shuncha yil masalan emizib katta qilgani masalan, u bolada bo'ladi. 9 oy ko'tarib yurgani O'shani aytyapman-da. vujudida olib yurganlari bolada turadi u. Ular faqat ayirdik bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin xato qilishadi. Yana bitta savolim bor. Bir ona 3 qiz dunyoga keltirgan. U 3 qiz turmushga chiqib ketgan. Oradan vaqt o'tib shu kichkina qizi endi ona qarigan, shu 3-chi qizini yoniga o'zi bilan turishga iltimos qilgan. Biz bilan yashaylar, uyni sizlarga o'tkazib beraman. Qiz eri bilan gaplashgan. Kuyov aytganki, ona uyni nomimga o'tkazib bersa, boraman degan, ich kuyov bo'lib. Bir ayol 3 ta qiz dunyoga keltiradi va 3 qiz vaqti kelib turmushga chiqib ketadi. Ona qaridi, yillar o'tdi. Uni yoniga endi bir nima deydi, yordamchi kerak, unga qaraydigan. 3-qiziga iltimos qiladi, kelinglar, men bilan yashaylar, uyni sizlarga nominglarga o'tkazib beraman deydi. Qiz turmush o'rtog'iga aytadi. Turmush o'rtog'i aytadiki, "Xo'p, roziman, qachonki onang uyni meni nomimga o'tkazib bersa." Rozi bo'lishadi, uy o'tkazib beradi nomiga, kuyovni nomiga. Yashashadi, bir necha yil yashashadi. Oradan yil o'tib, qiz bilan kuyov tortishib qolishadi va ajrim yoqasiga kelishadi. Ajrashyapti. Qiz alimentga bergan, kuyov aytyapti. Endi alimentdan voz kechsanggina senga uyni o'zinglar nominglarga qaytarib beraman. Bu qanchalik to'g'ri? O'zini uyini aliment sabab yana qaytarib olish. Menimcha u aliment olmagani ma'qul deb o'ylayman. Bunaqa erkakdan aliment kerak Aliment emas. olmagani ma'qul deb o'ylayman. Alloh farzandlarni rizqini beradi. U alimentsiz ham katta bo'ladi, to'g'risi. Aliment olaman deb yana janjal to'polon, yana anaqa kerak emas-da. Undan ko'ra o'sha ketsin, undan ko'p kelishi mumkin. O'sha qizlarning rizqi undan ko'p kelishi mumkin-da. Undan kechgan afzalroq bo'ladi. Suhbatimiz yakunida oilasini asrab qolmoqchi bo'lgan kelinlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? O'zidagi bor imkoniyat qo'yishini, borini sarflasin. Agar unda ham bo'lmasa, kim ularga yordam bera oladi? Mana shu insonlarni topish kerak. Siz qilib ko'rasiz o'sha sabablarini. Agar sabablarni qilganingizda ham o'xshamasa, keyin unda ajrimga. Hozir darrov ozgina sabab bo'lib qoldi-yu, masalan, bitta aytganini olib bermay qolsa ham, ajrimlasa arzimagan narsalarga bo'lyapti. Ular emas, u arzimaydi u narsalar uchun ajrashishda. Men jiddiy masalalarda bor imkoniyatini qo'yishni xohlardim. Hech qaysi bola ajrab, mana hozir ko'ryapmiz, yetim otasi o'lgan bolalarga qanaqa qiyin bo'ladi. Ajrashgan bolalarga undanda qiyin bo'ladi. Vafot etgan otadan ko'ra ajrim bo'lgan otalardagi holatli bolalar yashash og'ir bo'ladi. Tirik yetimligi u bolada endi tarbiya oladigan payt otadan, endi nimadir o'rganaman degan payt, endi nimadir zinalardan chiqib ketadigan o'rganayotgan payt bo'ladi-da. Haligi bolalar qayerga yurishini bilmay qoladi. Nima qilishini bilmay qoladi. Ana o'shaning uchun iloji boricha saqlashga harakat qilish kerak. Haligi aytganimiz gap tashurish minuslarni ko'paytiradi degandek. Katta masalan o'sha ulamolarimiz, masalan, imomlar, masjiddagi mana domlalar bor. O'sha kimni anaqasi so'z o'tadigan insonlar, o'shalarning oldiga borib
shu bizani masalamizda shuni ajrasha olmaymiz, bolalarimizni yetim qilish olmaymiz desa, masalan chiqishi mumkin yo'li. Masalan, yoki shu ajrashish kerak ekan deb shartta hozir erkaklarimiz ham nima qilyapti? Undan ko'ra javobingni berib yubora qoling deb yaxshi yengil hayot xohlashyapti-da. Lekin bolalar hayotini o'ylashayotgani yo'q. U javobni, haqlarini ham o'ylashmayapti. Haqlarini ham o'ylashmayapti. Bolalar katta bo'lishi bor. Ularning haqlari bor, tarbiyasi bor, masalan. Yana o'zligicha yomon qizlarni ko'chada mana bunaqa yomon qizlar ko'payib ketibdi, bunaqa bo'pti deb qo'yishadi. Yana ko'p aybni ayolga ham Ayolga adaradi. Onasi tarbiya bermaganda deydi. Onasining tarbiyasida deydi. Lekin otalar o'zlarining tarbiyalasini o'ylashmaydi. Mana shuning uchun imkoniyatni qo'ldan chiqarmasdan harakat qilishni xohlardim. Samimiy suhbat uchun rahmat. Bu Atirgul YouTube kanali. Bizni kuzatishda davom eting.